Bunga ishonish qiyin. Lekin Antonello Rakuzzoni ko'pchilik Georgina Rodrigezdan ustun deb hisoblaydi. Va haqiqatdan ham ko'p odamlar Antonelloni tanlardi. Nega ekanini tushuntiraman. Cristiano Ronaldoning jufti Georgina ko'pincha hashamat, brendlar va qimmatbaho narsalarni namoyish qiladi. U avval Gucci'da oddiy ishda ishlagan davridan ancha o'zgargan. Ko'pchilik bu turmush tarzi asosan Ronaldoning muvaffaqiyati bilan bog'liq deb hisoblaydi. Uning hatto Netflixda hujjatli seriali ham bor. Unda u o'z hayoti va boyligini ko'rsatadi. Antonello Rakuzzo esa buning mutlaqo teskarisi. U kamtar, sokin va o'zini juda oddiy tutadi. Uning ijtimoiy tarmoqlarida asosan oila va Lionel Messi bor. Har bir o'yinda u turmush o'rtog'ining futbolkasini kiyib qo'llab